Spektrum geometriya 6-8 kitobimizdan ikkinchi darsni boshlaymiz. Ikkinchi darsimiz nurlar va burchaklar haqida ekan. Xo'p, nur inglizchasiga ray. Nur bu bitta tomonidan chegaralangan to'g'ri chiziqning bir qismidir. U bitta nuqtadan boshlanadi, ya'ni W va bir tomonga cheksiz davom etadi, ya'ni x tomonga qarab cheksiz davom etadi. Xo'p, nurni qanday nomlash mumkin? Nomi bilan, ya'ni ray W x nur. Bunda teskarisida aytish mumkin emas, ya'ni xw deb bo'lmaydi. Kesma va to'g'ri chiziqqa o'xshab. Bu mumkin emas. Yoki belgisi ham wx, ya'ni w dan x ga qarab bir tomonga yo'nalgan strelka. Teskarisi o'rinli emas, ya'ni xw deb bo'lmaydi. Xo'p, demak, bundan w bu yerda endpoint, chegaraviy nuqta. Kesmada ikkita bo'lardi, nurda bitta chegaraviy nuqta bo'ladi. Xo'p, burchak inglizchasida angle deyiladi. Burchak deb bir nuqtadan chiqqan ikki nur orasida hosil bo'lgan geometrik shaklga aytiladi. Demak, burchak ikkita nurdan tashkil topar ekan. Ikkita nurga burchakning tomonlari deyiladi. Bizga W x y, ya'ni x w y burchak berilgan. W x nur va W y nurdan tashkil topgan burchak. W x va W y ga side, ya'ni nima deyilar ekan? Tomonlar deyilar ekan. Ikkita nurdan tashkil topadi. W burchakning uchi deyiladi, vertex. Xo'p, burchakni qanday yozish mumkin, ya'ni aytish mumkin? Nomi bilan aytishimiz mumkin. Birinchisi angle. Burchak degan paytimizda, demak, belgi qo'yishimiz shart emas. X W y. Teskarisiga aytsak ham yoki teskarisi, ya'ni y w x deyishimiz ham mumkin. Burchak so'zini ishlatmasdan belgi bilan aytganda, shunchaki uchi bilan mana burchak belgisi W. Shu burchakni aytishimiz mumkin, uchini. Yoki bo'lmasa to'liq burchak belgisi x w y. Yoki teskarisi burchak belgisi y w x. Belgi bilan ishlatyapmiz, angle so'ziga qatnashmaydi. Xo'p, misollarimizga kelamiz. Demak, har doimgidek bizga birinchisini ishlab ko'rsatgan, qolganlarini birinchisiga qarab ishlab ko'rishimiz kerak. Ya'ni ray nur, cd nur. Nimaga belgisi qo'yilmagan? Chunki nur so'zini o'zini ishlatyapti. Endpoint bu chegaraviy nuqta edi. Nurda bitta chegaraviy nuqta bo'ladi. cd nurda mana. Endi biz shuni ikkinchi misolda xuddi birga o'xshab ishlatishimiz kerak. Ya'ni 2 va 3 da ham. F nur. Endpoint aniq E bo'ladi. Bizda agar F deydigan bo'lsak, belgi qo'ymaymiz. Ray so'zi ishlatilgani uchun rayni ishlatmasdan yozgan paytimizda nurni bir tomonga yo'nalgan strelkani qo'yamiz belgisini. Uch ham xuddi shu tartibda. G bizni endpointimiz, ya'ni chegaramiz, chegaraviy nuqtamiz. G
H nur R so'zi ishlatilgani uchun belgi yo'q. Ikkinchisida belgisini qo'yamiz. J'dan Hga yo'nalgan strelka. 4-5 misolimizda figuralarning nomini yozishimiz kerak ekan. Xo'p, ikkita burchak berilgan bizga. Burchak belgisi bilan yozadigan bo'lsak, I, J, K yoki K, J, I burchak. Uchini ham yozishimiz mumkin vertex bilan, ya'ni burchak, J burchak deb ham atashimiz mumkin. Ikkinchisi ham shunaqa. Burchak N, M, L, burchak teskarisi, ya'ni L, M, N. Uchi bilan yozadigan bo'lsak, demak burchak M burchak, ya'ni burchak M. Demak bu mavzumiz misollar tugadi. Keyingi mavzuni ham qo'shib o'tsak bo'ladi. U ham burchakka atalganligi uchun burchakning o'lchovlari, ya'ni 3 xil burchak haqida so'z ketadi. Xo'p, burchak o'lchaydigan asbobning nomi protrektor. Biz uni transporter deb ataymiz. Bizga 3 xil burchak, right angle to'g'ri burchak, ya'ni alfa teng 90 gradus desak, bu 90 gradus to'g'ri burchak. Endi acute angle bu o'tkir burchak, to'g'ri burchak. O'tkir burchak. Obtuse angle o'tmas burchak. Xo'p. Alfa teng 90 dedik, to'g'ri burchakni. O'tkir burchak 0 gradusdan katta, 90 gradusdan kichik burchaklar hammasi o'tkir burchak deyiladi. Endi o'tmas burchak 90 gradusdan katta va 180 gradusdan kichik barcha burchaklar o'tmas burchak deyiladi. Xo'p. Bu mavzuning misollari transporter orqali o'lchashga va uni to'g'ri, o'tmas, o'tkir ekanligini aytishga yo'naltirilgan. O'zi ikkita misol berilgan ekan. Transporter orqali o'lchanganda birinchisini burchagimiz 120 gradus chiqdi. Bu qanaqa burchak edi? O'tmas burchak, obtuse. Xo'p, keyingi burchagimiz 60 gradus. Bu bizga o'tkir burchak, ya'ni acute angle. Ikkinchi misolimizni aslida to'g'ri burchak berilgan, ya'ni o'lchanganda to'g'ri burchak chiqadi. 90 gradus. Bu qanaqa edi? To'g'ri burchak, ya'ni right angle. Ikkinchi misolimizning B'sida esa, ikkini B'sida bu 30 gradus chiqyapti. Bu ham o'tkir burchak, acute angle. Xo'p, ikkinchi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.